Men oilasi bilan gaplashmoqchiman. Shuning uchun shu yerdaman. Biz faqat Lin oilasimiz, ikkinchi darajali oila. Bizda hamkorlik yo'q. Du oilasi bilan. Lin oilaviy tadqiqoti va rivojlanishi buni barcha katta oilalar bilishadi. Ushbu texnologiyani shubhasiz, shuning uchun bizning oilamiz bu loyiha bo'yicha ishlashni istaydi. Biz hamkorlik qilishimiz va g'alaba qozonishimiz mumkin. Men Qanday qilib hamkorlik qilmoqchisiz? Shartlar to'g'ri bo'lsa, biz Lin oilasi sharafli bo'lar edi. sun'iy suyaklar Du oilasiga shartli ravishda topshiriladi. Davom ettirish. Biz 50% ulushini to'laymiz. Daromadning 5%. Bu aniq talonchilik. Men bu holatni qabul qila olmayman. Janob Lin, o'ylaymanki nima bo'layotganini tushunmayapsiz. Men gaplashish uchun bu yerda emasman. Men xabardor qilish uchun keldim. Janob Du, Lin oilasi samarali sotib olish va sotishni qabul qilmaydi. Iltimos. Du oilaning oilasi. Doimo nimaga ishonasiz? Bizga itoat qilganlar gullab yashnaydilar. Menga qarshi chiqqanlar texnologiyani ber. Bu qanday farq qiladi? Agar bu yetarli emas deb o'ylasang, senga ko'proq narsa bera olaman. O'zingizni to'xtating. Du oilasini kim bilmaydi? Ular pul uchun nimalar qilmaydi? Sun'iy suyakni aylantirmoqchimisiz? Siz ixtiro qilgan narsa ular nima haqida emasmi? O'ylaymanki, siz ikkingiz buni Lin oilasi uchun qilganingiz ma'qul. O'nlab odamlar va 7 yoshli o'g'lingiz. Bu haqida o'ylasangizchi. Nima qilmoqchisiz? Agar o'g'limni xafa qilsangiz, sizni qo'yib yubormayman. Oilam yoki xodimlarimga zarar bermang. Bu tadqiqotlar va ma'lumotlar. Buni oldinroq qilganingda yaxshi bo'lar edi. Nega asabimizga tegishga harakat qilding? Nima gap? Sizga halol bo'lishingizni maslahat beraman. Men sizga hamma narsamni berdim. Yana nima istaysiz? Senlar menga yolg'on gapirmasliging kerak. Yo'q! Lin Shuang Du oilasiga qarshi harakat qilmoqchi. Men uni xafosiga qo'ya olmayman. Nima qila olamiz? U fikrni yaratadi. Uni o'n teshga qaytarib bo'lmaydi. Men uni bilaman. Kun davomida juda mashhur edi, lekin uzoq vaqt o'yindan tashqarida edi. Sen bajaring. Muzokara qilishini so'rasak, imkoniyat bo'lishi mumkin, lekin undan chiqishini so'rasak, bu oson emas. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men buni qilaman. Janob Hang, men juda afsusdaman. Janob Hang. Bunday demang. Men shunchaki tadbirkorman. Biznes bu biznes. Menga va'da berganlaringizni eslang. Yaxshi. Tianyan texnologiyasi uchun ilmiy jamoasi foyda sizga tegishli bo'ladi. Janob Du, biz ilgari aytganimizdek, biz ishlarimizni tinchlik bilan hal qilamiz. Bu ikkala tomon uchun ham yaxshi. Agar sud haqiqatan ham shunday bo'lsa, Lin Shuangga ruxsat bermaydi. Du oilamizning obro'siga putur yetadi.
Lin Shuang bu diding. Ammo u xafa qilishni anglatmaydi. Janob, men 1 milliard dollar to'lashga tayyorman. Yetkazish ustuvor bo'lishga va'da bering. Shunday qilib, sotuv huquqiga ega bo'lishi mumkin. Umid qilamanki, bizni kechirasiz. Men xohlagan narsa, ya'ni texnik qurilmasiga patent huquqlariga ega bo'lish va suvning guruhi 50% ni boshqaradi. Usta Dusorov va mendan ketish bilan bir xil. Tianya va Suklan. Farq nima? Men xohlagan narsa aynan shu. Bu muzokarani qabul qiling. Nega bunday emas? Tinchlik bilan rivojlanish uchun biz. Su xonim, siz chindan ham yoshsiz. Nima demoqchisiz? Siz rozi bo'lishingizni kutmayman. Lekin bugun bu yerdasiz. Siz rozi bo'lasizmi yoki yo'qmi? Bu sizga bog'liq emas. Bugungi yorug'likda menga qanday hujum qila olasiz? Men sizni o'ldirmoqchiman. Lekin 你要是能成为我儿子的女人，得到了天耀和苏轼，你可以不死。 Ota va o'g'il bir xil. Jur'at qilmang. Cholga bu. 苏总， Su xonim, 对不起啊， uzr so'rayman. 今天 Bugun bu yerga kelishingizni aldadi. Menda boshqa tanlov yo'q edi. Janob Duni buyrug'i edi. 但是 Men ularga bo'ysunishim 杜家族的 kerak. 命令我必须 Siz shuningdek 得 du oilasining a'zosisiz. Siz shuningdek du oilasisiz. Janob Du. Ha, 喝一杯 choydan iching. Rahmat. Qattiq mehnatingiz uchun rahmat, janob Xan. Lin Chuan. Lin Chuan to'g'rimi? Bu yigit seni qutqaradi deb o'ylaysanmi? U meni o'g'limni xor qildi va oilamning xayrlishini buzdi. 好事在后， Bularning barchasiga hali javob berishi kerak. Nega bunday? Qon hidi juda kuchli. Juda yaralanibdi. Men shu sendan iltimos. Buni berib qo'y. Yaxshi hayot kechirsin. Yaxshi hayot kechirsin. Men buning uchun aybni oldim. Agar o'g'lingiz Lin Chuan bo'lsa, agar o'g'lingiz qasos olish qobiliyatiga ega bo'lsa, men unga ruxsat beraman. Agar u qila olmasa, men uni himoya qilaman. Men uni oddiy va baxtli hayot kechirishiga amin bo'laman. Sadi, qo'rqma. Bu Su oilasining qizi. U o'z yo'lini kuzatib boradi. Agar siz ikkalangiz uchrashishga yana qaror qilsangiz, yana uchrashasiz. 还会再聚。 Yo'q. Yo'q, iltimos.
Sadi, 小苏打， Dujo. Bo'shi qiz. 新仇旧恨， Seni qutqaraman. 我要定了。 Men doim eshitganman, Lin Shuan juda kuchli. 多厉害！ Men unga ishonmadim. U bugun bu yerda tirik chiqishiga yo'l qo'ymayman. Hamma joyda pistirma bor. U shunchaki tansoqchi. Menimcha, biz xato hech narsa qilishimiz shart emas. Suyajo haqida gapiradi. Kecha ko'rganimda 昨天一看见那模样， juda ajoyib. Seningchi janobda u bilan o'ynashdan charchaganmi? Bahramand bo'lishimiz uchun qizni berarmikan bizga? Bahramand bo'lishimiz uchun qizni berarmikan bizga?